Toshkentda ajoyib rekord o'rnatildi. Matiz mashinasi rekord o'rnatdi. O'ylayotgandirsiz, tezlikdan rekord o'rnatdimi deb. Yo'q. Qoida buzish bo'yicha rekord o'rnatdi. Ya'ni 2024-yildan 2026-yilgacha 1000 marotaba qoidani buzib rekord o'rnatdi. Qarang, og'aylar hayron bo'ldi. Men qarab, qanaqa qilib 1000 marta qoida buzish mumkinmi? Nega biron marta ham jarima to'lamading desa, men 2 marta buzib shu bilan keyin bo'ldi, buzmayman, yaxshi yuraman deb o'yladim. Qarasam, jarimani hech kim menga to'lattirmadi. Keyin esimdan ham chiqib ketibdi. Shu qoida buzib yursa ham bo'laverar ekan, Matizlarga to'lamasa kerak Matiz desam, shu 320 million jarima bo'ldi hozir. Deyamish. 320 million. Bunga bozorda chiqsangiz hozir normalniy chotki 10 ta Matiz beradi menimcha. 32 milliondan hisoblaganda. Mana rekord qo'yishni antiqa usuli. Asan qoidani buzmasdan rekord qo'y. To'g'rimi? Endi u Matiz'ni sotsa bu shtrafi qoplaydimi? Endi u o'zini sotsa ham shtrafi qoplamaydi. Matiz'i ham 1 tiyin, o'zi ham 1 tiyin endi. Yurish kerak. Necha marta aytdim?